İkinci kitap davamı 24. bab. Tağam Seydun Muhammed Mirza'nın Ferg'anani işgal qilganlik xabari padişahga anlanganligi. Padişahning Sultan Saidxonni Andijonga tağamning yeniga avatganligi. İşitmek kerakki, tağamning Ferg'anani işgal qilganlik xabari Qunduzga anglashdan ilgari Moğol amirlaridan Mir Shirin, Mir Mazid, Qulnazar Mirza, Canki Mirza, Mir Ayub, Mir Muhammed, Mir İbrahim, Yadigar Mirza, Qara Sultan Ali Mirza, Nazar Mirza, Mir G'uri Barlas, Emir Daimali, Mirza Muhammed, Mir Beg Muhammed, Mir Qanbar, Shahnazar Mirza, Qutlug' Mirak Mirza qatorliq aqldarlar ve başka bir neçe emirler birleşip xilvat joyda Sultan Saidxonga mundaq arz qilishdi. Eğer xon ruxsat qilsa, padişahni oradan ko'tiramiz ve saltanat taxtida xonni o'ltirg'izamiz. Chunki u vaqtlarda Moğol qavmidan mukammal qurollangan 20 ming kishi tayyor edi. Chag'ataylarning hammasi 5 ming yetmaydi. Emirler öz muddaisini bayon qilgandan keyin xon javob berib mundaq dedi. Şahibexan istilasının topani ve qirg'inchilik to'lqinlari avijiga chiqib, Moğol xalqlarining ömür kemisini para qilib, hammasini yo'qliq daryosiga g'arq qilgan vaqtlarda men yoshurulliq taxtiyi ustida qilib, Kabuldan iborat orolga oran chiqib olgan edim. Bobur podshoh meni bala qazo to'lqinlardan salomat asrab, shu qadar qisınchilik jazirada meni noiti rohat, farog'at va xushal xuramlik ichida muhofazat qildi. Endi istiqbol sohiliga yetganimda bundaq nachar ishga qadam qo'yish nima degan nomardlik? Bundaq qabih qiliqni qilish naqadar qimmatsizlik-a? Bundaq nachar xiyolni va bo'lmug'ur tasavvurni ko'ngildan ko'chirish shariatda harom. Yaxshilik mazibida nejislikdir dedi. Shundaq qilib xon ularning bu fitna fasod qo'zg'ovchi maslahatlarini anglab vahimaga tushdi. Amir Qasim Qovchin padişahning otliq o'rnidagi ishonchli kishisi edi. Xon Amir Qasimga: "Padişahga bu arzimizni yetkazgaysiz. Xudoga shukri, bu vaqtga kelganda davlat quyoshi iqbol burjida muqimlashdi va qaror topdi. Hamma qavm xalqlari padişahning oliy panoh bargohiga yuzlandi. Xususan aholisi ko'p, g'ayrat va kuch-quvvatda boshqa xalqlardan alohida farqlanib turadigan Mo'g'ul xalqi va ularning aql tadbiri hamda himmat shijoati bilan izzat hurmatga sazovor bo'lib kelayotgan amirlari hamisha o'z himmatlarini, o'z xalqlarini kuchaytirishga sarf qilyotdi. Aql tafakkur hukmi bo'yicha endi buningdan keyin podshohning xizmatida bo'lishim nomuvofiq ko'rinyotdi. Chunki uzoq muddatlik birligimiz yangi bo'linishga o'zgarib ketishi mumkin. Podshoh meni biror joyga avatsa, shu orqali qadimiy munosabatimiz uzilmay, mustahkam va haqiqiy turda davomlashsa, buning har ikkala taraf davlatiga foydasi bor dedi. Amir Qasim xonning arzini podshohga yetkazdi. Shu ahvol asnosida yuqorida bayon qilib o'tilgandek Andijondan odam kelib, tog'amning iltimosini podshohga tutdi. 25. bab. Babur podshohning Mavarau nahriga kelganligi va u yerda podshohlik taxtida o'ltirganligi. Tog'amning iltimosi yetib kelgandan keyin podshoh shu bahona bilan xonni Andijonga avatdi. Bu vaqadan keyin Mirzaxon Shoh Ismoildan yordam elib yetib kelgandan keyin podshohning kuchi zo'rayg'ashqa, podshoh o'zi ulug'liq tizginni Hisar viloyatiga tortib Hisarga yurish qildi. Bu xabar o'zbeklarga anglandi. Ularmi ko'p qo'shin yig'di. Ulug'lardan Hamza sulton, Mahdi sulton va Temur sulton boshliq necha sultonlar podshohga taqobil turish uchun yurish qildi. Shohibexonning o'rnida taxtda o'ltirgan Ko'chimxon bilan Suyinchak sulton, Jonibek sulton va Abaydullah sulton boshliq butkul sultonlar qarshiga yig'ildi. Qarshining asli ismi Naqshab edi. Padişah Pulsangin taş kövrük'e yetip geldi. Hamza Sultan yetip gelip Pulsanginni to'sib bir ay turdi. Ahir Özbeklarning lashkarlarining hisobsiz to'lliqi, ularning dangliq sardar va palvonlarining ko'pligi,
ular bilan urush qilishning qiyinligi ma'lum bo'ldi. Padişahda taqabul turush, urush qilgudek kuch qudratning yo'qligini o'zbeklarmi bilib qoldi. Şun ular Pulsinginning töven tarbiga yurish qilib daryodan o'tdi. Namoz vaqti bo'lgan edi. Padişahga bu xabar anglardi. Padişah shu soatda o'rinlardan ko'chib Abdara tarafga yurdi. Chunki u tarafning tog'lari mustahkam edi. Shu kechasi tong otqicha yurib, ertasi namoz peshingacha yana tezlik bilan yurish qilib, bir mustahkam joyni topdi. Hamma donishmandlar shu joyga tushishni loyiq ko'rdi. Shunga shu joyda o'rinlashdi. Tang kechi bo'lgan edi. Qarovullar o'zbeklar butun qo'shini bilan kelyotdi deb xabar olib keldi. Tavchilar darhol butkul lashkarga xabar yetkazdi. Subhi vaqtigacha hamma urush aslalarini hozirlanib taq bo'ldi. Vaqtiki kecha qo'shini kunduz lashkaridan yengilib mag'rib tarafga qochdi. G'olib sifatli quyosh o'zining nusrat belgisi bo'lgan tug'ini ko'tardi. Sharq Shohi jahonni yo'ritquchi nurliq shamshirning sho'lalari bilan tun lashkarining sardorlari bo'lgan yulduzlarni osmon sahnasidan yo'q qildi. Shu asnoda qarovullar yetib kelib, o'zbek lashkarlari keldi deb xabar yetkazdi. Padişah şu an davlat oyig'ini nusrat uzangisiga qo'yib otlandi va bir egiz joyga chiqdi. Düşman tarafning faqat birla tor yo'ldan boshqa yo'li yo'q edi. Bu yo'lning sol tarafida yana bir egiz döve, uning orliqida bir chunqur daryo bor bo'lib, u döveningmi birla yo'ldan boshqa yo'l yo'q edi. O'zbek lashkarlari orqama-orqa kelib bir tuzlang yerda sap tortdi. Ular padişah chiqqan yerga chiqishning mushkul ekanligini ko'rdi. Yana bir döviga Timur Sultan boshliq bir necha sultonlar 10 ming kishi bilan chiqdi. Padişah ularga taqabul turish uchun Mirzaxon boshchiligida lashkarning hamma palvonlarini ilg'ab avatdi. Shu asnoda padişahning saodatlik nazari bir to'p xalq tushdi va bular kimdir, qaysi jamoatdir deb so'radi. Ular biz Mirza Haydarning mulozimlari deb javob berdi. Atam Kabuldan chiqqanda Mirzai xizmatkorlardan atamning 3000 odami bilib olgan. Qolgan Mo'g'ullar bilan Xorasondan Qunduzga kelgan edi. Ularning ulug' va mo'tabar kishilarini padişah o'ziga mulozim qilgan. Qolganlarning hammasi mening xizmatimda edi. Padişahning nazari tushgan jamoat shu kishilar edi. Padişah menga xitob qilib, "Sen tehi kichik. Bundaq ishlarga seni buyurg'ili bo'lmaydi. Şuna sen mening yinimdan yiroqqa bormag'in" deb meni elib qoldi. Mevlana Muhammed boshliq qolgan mulozimlarni Mirzaxonga ko'maklashishga avatdi. Mening mulozimlarimdan borganlar Mirzaxonga yetishib borgan edi. O'zbeklar birla hujum bilan Mirzaxonning oldidagilarga talafot yetkazib, qo'g'lab Mirzaxonning oldiga yetib keldi. Shu asnoda mening mulozimlarim Mirzaxonga yetishib bordi. Ularning sardorlari Jon Ahmad Ataka otliq bir nomrod kishi edi. Jon Ahmad Ataka mening mulozimlarimni boshlab hujum qilib, o'zbeklarga zarba berib qochirdi. Shuningdan keyin Mirzaxonning oldida zarbaga uchrab qochganlarmi orqasiga yenib hammasi birdek hujumga o'tdi-da, o'zbeklarni yondirdi. Bu ishlar jarayonida mening mulozimlarimdan biri bir o'zbekni tutib podshohning oldiga elib keldi. Podshoh uni yaxshi fal baxit talay deb bildi va birinchi xizmatni Mirza Haydarning nomiga butunla dedi. Yana chet tarafdami toki kashgacha qattiq urush bo'ldi. Ammo podshoh turgan yerga o'zbeklarning qadamlari yetmadi. Chunki yo'lning torligi tufaylidan ikkili tarafga menish qiyin edi. Namozdigar bo'lganda podshoh atrofidagi shijoatli xalq piyoda bo'lib tövanga tushdi. Ular dushmanlarning manziliga yetib bo'lguncha kash bo'ldi. Berib qarsa suv bo'lmaganlikdan o'zbeklar u yerda tura olmay qo'zg'alibdi. Chunki u yerdan suv bor yer bir farsang yiroqlikda edi. O'zbeklar u yerdan chiqib suvga yaqin yerga tushib qo'nib, ati yenib kelib urush qilamiz degan g'arazda ko'chib yurgan edi. Podshoh yenidan tushgan piyodalar ularning orqasidan hoy-huy deb g'ovg'a soldi. Mirzaxonga taqabul turayotgan o'zbek qo'shini bu voqeani ko'rib orqaga chekindi. Ularni ko'rib o'zbeklarning g'ol qo'shini bo'lgan Hamza Sultan boshlab borgan qo'shinmi orqasiga yenishga qadam qo'ydi.
Bular tizginni orqasiga yondurgan hamon Mirzaxon hamma qo'shini bilan birga hujum qilgan edi. Mirzaxonga taqabul turayotgan qo'shin zarba yeb qechishga yuzlandi. U qo'shinning qochqanligini ko'rib, g'ol qo'shindagilarmi qochdi. Ularga mushu zarba yetgancha hammasi biroqla mag'lub bo'ldi. Namozsham vaqti bo'lganda podshoning kishilari Hamza sulton, Mahdi sulton va Mamaq sultonlarni tutib podshoning oldiga elib keldi. Şeybanilar Moğol xallarga va Chagatai sultonlarga qandoq muomala qilgan bo'lsa, podshohmi ularga uning o'tmisini yondirdi. Shu kechasi tong otqicha o'zbeklarning orqasidan qo'g'ladi. Ular toki Bandari ohining chegarasiga yetguncha qo'g'lab, ondan butkul g'olib lashkar Hisarda yig'ildi. Hisarga yana Shoh Ismoildan ko'mak, yordam yetib keldi. Olamning hamma atroflaridan jamoatlar kelishga boshladi. Shunda qilib lashkarlarning soni 60 mingga yetdi. Shuningdan keyin Hisardan yurib Qarshiga bordi. O'zbek sultonlarining ko'pinchisi Samarqandda edi. Ubaydullah Qarshi xalasiga bekindi. Donishmandlar va tadbirlik zotlarning hammasi Qarshi shahrini muhosir qilishni loyiq ko'rmadi. Ular biz Buxoroga o'tib ketaylik. Ubaydullah xon Qarshidan chiqmay muqim tursa, Buxoroga bora olmaydi. Biz Buxoroni osonlik qo'lga keltira olamiz. Uning usti qarshisida turg'unning o'ziga foydasi yo'q. Bizga ziyni yo'q. Mubada qarshida turishdan qo'rqsa, qal'ani tashlab ketadi. Bu chaqdami yana asli muddaimiz hosil bo'lgan bo'ladi dedi. Bu maslahat podshoning muborak ko'ngliga loyiq ko'rindi. Podshoh qarshidan o'tib bir manzilga tushdi. Shohning orqasidan orqam-orqa qorovullar kelib, Ubaydullah xon Qarshi qal'asidan chiqib Buxoroga qarab yurdi deb xabar yetkazdi. Shu soatda otlanib butun surat bilan tong otqicha qo'g'lab Buxoroga yetib bordi. Palvonlar o'zbeklarni qo'g'lab Buxorodanmi o'tkazib Turkiston cho'ligicha qo'g'lab bordi. Bu jarayonda qo'llarga tushganlarni yer bilan yakson qildi. O'zbek sultonlarining ko'pinchisi Samarqandga yig'ilganlar edi. Bu balo qazoning dog'dug'isi bilan hammasi parakanda bo'lib, har tarafga qechib, parakanda va parishon holda o'zlarini Turkistonga yetkazib oldi. Podshoh Buxoroga kelgandan keyin Shoh Ismoilning ko'maklashishga kelgan kishilarni to'liq in'om va iltifotlar bilan izzat ikrom qilib qaytishga ijozat berib yondirib, o'zi salobat va zafar bilan Samarqandga yuzlandi. Mavarau nahrining yerli kishilari, barliq akobir ashraflar, ulug' zotlar, kasb egalari va katta kichik puhralarning hammasi podshohning bu muborak qadam tashrifi uchun noyati xushal xuram bo'lib, istiqbol sharafiga musharraf bo'ldi. Qolganlarning hammasi shaharni zinnatlashga mashg'ul bo'ldi. Ko'cha yo'llarning hammasini har xil asboblar va nafis matolar bilan bezadi. Har xil naqshlar va rangorang suratlarni osdi. Tarixning hijriya 917-yili Rajab oyining o'ttirlarida. Hijriya 917-yili Rajab oyining o'ttirlari milodiya 1511-yili 7-oyning oxirlariga to'g'ri keladi. Podshoh Samarqand shahriga shu qadar ulug'vorlik va haybat, hashamat bilan kirib keldiki, bundaq holatni hech bir ko'z ko'rmagan. Bundaq zibu zinnatlarni hech quloq eshitmagan bo'lg'aydi. Go'yoki malaika, farishtalar uning oldida uduhuluha bisilamin aminin aman esen tinish kirdinglar. Qur'on Karim 15-sura Hijri 46-bet degan so'zlar bilan jar selayotgandek edi. Hamma xaloyiq butkul olamlarning parvashkori bo'lgan Tangriga tashakkur bildirib, hamdu sana o'qimoqda edi. Mavarau nahrliklar bo'libmi Samarqandliklar necha yillardan beri podshohning judoligi sababidan ishtiyoq va sig'inish mash'allarini tong saharlardagi oq o'tlari bilan butkul mavjudotlarning po'shti panohi Hazrati Tangri dargohida yo'rtib kelgan edi. Ular podshohning yaxshilik buyurmoqlari va ihson mevalari mo'l bo'lgan adolat daraxining sharafli ko'langisi bir kuni beshimizga soya soldi degan orzuda edi. Uning ustiga yuqorida aytib o'tilgandek, zaruriyat mezgilida qizil boshlar kiyimini kiyib biatga o'xshab qolgan.
balki kupurliqqa yiqilib qolgan kishilar podshoning Samarqand taxtida o'ltirishi bilan payg'ambar shariatining taxtida o'ltirib Mustafa sunnatlarining tojini beshiga kiydi. Bid'atdan iborat bo'lgan podshohlik tojini beshidan ilib tashlaydi degan umidda edi. Ammo podshoh Samarqand taxtida o'ltirgandan keyin Samarqand ahlining podshohdan kutgan bu umidlari o'rindalmadi. Buningdagi sabab shuki, podshoh teg'icha o'zini Shoh Ismoilning yordam va madadlariga ehtiyojli bo'lmagan holatda sezmagan edi. O'zining o'zbeklarga taqobil turg'idek quvvatining yo'qligini biladi. Shunga zaruriyat tufaylidan qizil boshlarga murassa madora qiladi. Shu sababdan Mavarau Nahr xalqining podshohga bo'lgan g'oyibona ishonch va ishtiyoqlari bu voqealarni mulohaza qilgandan keyin birmuncha to'sqinliklarga uchradi. Podshoh teg'icha turkmanlarga yaqinchilik va madora qiladi. 26-bob. Sultan Saidxonning Andijonga borganligi va u yerda bo'lib o'tgan voqealarning bayoni. Yuqorida zikr qilib o'tilgandek, podshoh xonni Andijonga ruxsat bilan mangdirdi. Xon Mo'g'ul amirlaridan ko'p sonli kishilarni hamroh qilib elib mangdi. Ular ichida Mir G'uri Barlas, Mir Doim Ali Duxtobi va uning qarindoshi Ahmad Ali, Mahmad Quli, Mirza Muhammad Bagchak va uning qarindoshi Bag Muhammad, yana Do'g'lat qavmidan Shohnazar Mirza, Mirza Ali Tog'ay, Qutlug' Merak Mirza, yana O'rgach. Bu etnik nom Molla Muhammad Niyozning nusxasida yuqorqidek e'langan. Qolgan nusxalarning hammasida Kunji deyilgan. Amirlardan Qulnazar Mirza, Janka Mirza, Amir Qanbar ibn Haydar Kokuldash va uningdan boshqa kishilarmi bor edi. Ular xonning xizmatida uningga hamroh bo'lib yo'lga chiqdi. Farg'ona viloyatini ishg'ol qilishda tog'am bilan birlashib hamnafas bo'lgan O'rganch amirlardan Sulton Ali, Mirza Bakchak, Pashka Mirza, Itarchi Noyag'ut va boshqalarga o'xshagan nechilagan amirlar xonning istiqboliga chiqib, oyoqlarini tavob qilish sharpiga erishdi. Ondan ular Andijonga yetib berib o'rlashdi. Bilmek kerakki, yuqorida zikr qilingan Hamza Sultan, Mahdi Sultan va Temur Sultan boshliq barliq o'zbek sultonlari podshohga taqobil turish uchun Hisarga yig'ilib turgan edi. Ammo Ubaydullah Sultan Shoh Ismoilning Mavarau Nahrni podshohga tava qilib berganligini, Shoh Ismoilning o'zi kelmaydiganligini biladi. Shundaqdimi o'zi ehtiyot qilib qarshi shaharda turgan edi. Uning oqibatimi bayon qilib o'tildi. Jonibek Sultan, Ko'chimxon, Söyinchak Sultan qatorliqlar Farg'ona viloyatining xalqini besiqtirish uchun Oqsi va Andijonga yurish qilgan edi. Ular Andijonga kelib texi o'rilish bo'lmagan edi. O'zbek sultonlarining yurish qilganligi xabar anglandi. Mirzaxon Sulton Ali Mirzani va To'bra Noyag'utni Kosonga avatdi. Chunki o'zbeklar Kosonni elish qasdida berib qo'rshab Kosonni qiyinchilik ahvolga tushirib qo'ygan edi. Bu xabar xonga yetgan amon hamma xillangan bahodir sardarlarni Koson tog'lariga avatdi. Gerçi xonning o'zbeklarga taqobil turg'idek kuchlari yo'q bo'lsa-mu, lashkarlar berib atrofda g'ulg'ula va g'ovg'a ko'tarsa, qarshi taraf tashvishga tushadi va Koson xalqiga kuch quvvat hosil bo'ladi deb o'ylab bularni mangdirdi. Bular Kosonga yurish qilib yo'lda ketayotganda shu kunlarda o'zbek sultonlari biroqda hujum qilib Koson qal'asini har tarafdan yerib shot qo'yib shu qadar zo'rlik qildiki, qal'adagilarning shaharni qo'g'dab qolgudek kuch quvvati qolmadi. Ular ilojisiz Kosonning xo'shik tarafdagi darvozasidan chiqib qochdi. O'zbek lashkarlari hammasi piyoda urush qilyotdi. Ular Koson xalqini qechib ketadi deb gumon qilmay piyoda urush qilgan edi. Koson xalqining qochqanligidan xabar topgandan keyin o'zbeklar yenib kelib otlarini minib ularni qo'g'lab bo'g'icha qochqanlar uzab ketib bo'ldi. Shunga o'zbeklar ularga yetolmay keyin qolgan bir munchisini tutib olib qal'ada qolganlarga qo'shib qirg'in qildi. Baltur qechib chiqqanlar xonning yenidan Koson tog'lariga kelganlarga qo'shilib sog'-salomat Andijonga o'zlarini yetkazishdi. Yo'shurun qolmasinki, Mirza Abubakri xonning Andijonga kelganligi
va O'zbek sultonlarining hujum qilib Koson ustiga kelganlik xabarini anglab, Farg'ona viloyatini qo'lga kirgizish tamasida Qashqardan kelib Andijonning yuqorisidagi O'zgand, Madu. Bu o'rin ismi Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Badu deyilgan. O'sh qatorliq joylarning obdan yurtlarini ishg'ol qilib Andijonga yurish qildi. U Andijon qal'asi cho'ng qal'adir. Qal'ani oldigan aslahalar bo'lmoqcha 2-3 ming kishi bilan muhosir qilib, uni qo'lga olish mumkin emas deb o'ylab, Manchanoq va Shota qatorliq qal'a elish aslahalarini tayyor qilib Andijonga yurish qildi. Bu xabar xonga anglangandan keyin xonga va Andijon xalqiga noyda ig'ir qo'rqinish ham cho'ng vahima yuzlandi. Ammo keramlik Tangri dargohiga tavakkul qilib urushga tayyorlanib, urush aslahalarini hozirlashga tutish qilib turibdi. Shu jarayonda xonga xeyli ko'p kuch-quvvat hosil bo'ldi. Shu kunlar Mirzo Abubakri Andijonga yerim farsang orliqcha yaqinlashdi. U qal'a ilishning barliq aslahalarini hozirlab, ati tong etish bilanla qal'ani olamiz deb o'ylagan edi. Xonning Kosonga ketgan lashkarlarning kelganligidan u bexabar edi. Xon bomdod vaqtida qal'adan chiqib maydonga tushib urush qilishga tayyor bo'lib turdi. Mirzo Abubakr mo lashkarni elib kelib qal'ani muhozir qilish qasdiga tushdi. Ikki taraf tutluq, Ujmelik degan yerda uchrashib qoldi. Har ikkala taraf urush saplarini tuzdi. Palvonlar maydonga kirdi. Bu urushning voqealari nihoyat ko'p. Hammasini bayon qilsak, so'z uzoqqa so'zildi. Nurg'un shiddatli urushlardan keyin g'olibiyat Shomli xonning bayrog'ini lapildashga boshladi. O'lim va xorliq to'plarini dushmanning ko'ziga to'ldirdi. Mirzo Abubakrning lashkari kuch-quvvat va son jihatda go'yo tog'dek edi. Xonning baxt saodat va nusrat Shomli uni go'yoki samanni uchirgandek so'rvatdi. Mirzo Abubakrning lashkariga qattiq mag'lubiyat yuzinib o'lganlari o'ldi. Qolganlari xonning lashkarlarining qo'liga asirga tushdi. Ularni xon Andijonga yig'ib, hammasini qirib tashlashga buyurdi va sap-musap o'ltirg'izib o'ltirgili hozirladi. Ashu holatda tag'am Seydu Muhammad Mirza shafaat tizlarini iltimos ziminiga qo'yib, xonning sharafli samiga bu arzni yetkazdi. Tangriga tashakkurlar va minnatdorliklar bo'lsinki, bu g'alaba va nusrat Qashqar mamlakati darvozasining ochquchidir. Xudo xolsa, Qashqarning osonlik bilan ishg'ol qilishimizga mening umidim cho'ng. Bu yig'ilgan asirlarni o'ltirish garchi intiqom va qisos elish mazhabida to'g'ri va loyiq ish bo'lsa-mu, lekin bularning hammasi Qashqar diyorining xalqidir. Agar bular o'ltirilsa, go'yoki Qashqarni qatlam qilgandek ish bo'ladi. Bu oqibatda pushaymon va nadomatga sabab bo'ladi. Hazrati Xon agar bularni menga topshirib gunohini afu qilsa, bu ish xonning bu dunyo va oxiratlik taraqqiyoti darajasi va shon shuhrati uchun foydalidir. Tag'amning bu arzi xonning muborak samiga yetdi. Xon darhol afu qalami bilan kechirim raqamini ashu butkul asrlarning hayotlik taxtasiga yozdi. 3000 kishi biroqla o'limdan nijotlik tepib, hammasi birdek duoga qo'l ko'tarib, xonning haqqiga yaxshi duolarni qildi. Bu ulug' g'alaba qo'lga kelgandan keyin o'zbeklarmo xonga hujum qo'llarini uzatishdan to'xtab, andisha oyog'ining ehtiyot etaklari ichiga tapdi. Bu vaqadan keyin Hamza sultonning mag'lub bo'lganligi va o'zi Bobur podshohning qo'lida o'lganlik xabar anglandi. Bu xabardan keyin podshohning Samarqandga yurish qilganligi, Samarqand ahlining uning istiqboliga chiqqanligi va o'zbeklarning tamom qochib ketganligi orqa-orqadan anglandi. Padişah Samarqandda, Xon Andijonda to'liq mustaqillik bilan saltanat taxtida o'tirdi. Shoh Ismoil Iroqqa yenib ketdi. Bobur podshoh Kabul va G'aznani o'zining kichik inisi Nasir Mirzaga berdi. O'zbeklarning hammasi Turkistonga yig'ildi. Ularning qolgan voqealari Xudo xolsa keyin oshkora qiling'usidir. Maxfiy qolmasinki, Sultan Halil Sultanni Jonibek Sultanning oqsida shahid qilganligi yuqorida aytib o'tilgan edi. Sultan Halilning amchakdagi bir o'g'li qolgan edi. İsmini Baba Sultan qo'ygan edi. Yani Sultan Saidxonning yuqorida ismi zikr qilingan bir xotini bor edi. Xon Hoji Ali Bahodirning qo'liga tutqun bo'lib, oz muddatda bir o'g'il farzand tug'di. Xon Kabuldagi vaqtida bu xabar anglandi.
Padişahqa bu xabar yetkazildi. Padişah xonga: "Sizning ismingiz Saididir. O'g'lingizning ismini Abdurashid qo'ysangiz muvofiq bo'lg'usidir" deb maslahat berdi. Xonmu ashu ismni qo'yishni qaror qildi. Baba Sultan ibn Halil Sultan Abdurashid xon ibn Sultan Said xondan iborat bu ikki xonzodalarni Sultan Mahmud xonning qizi Tutum xonim biqib olgan edi. Chunki Tutuq xonim Toshkent vayronchiligi davrida Jonibek sultonning qo'liga tushgan edi. Tutluq urushida xon g'alaba qilgandan keyin o'zbeklar Farg'ona viloyatidan qochib chiqib ketdi. Sultan Said xon bu ikki xonzodani sog' salomat tepib oldi. Bu ikki xonzodaning hikoyalarimi keyin bayon qilingusi. Bu yerda so'zning mo'rdi xon bilan Mirza Abubakrning orasida o'tgan voqealar bayonga yetib keldi. Endi agar Mirza Abubakrning ahvolini bayon qilmasak, hikoyat ro'shan bo'lmaydi. 27-bob Mirza Abubakri ahvolining qisqacha bayoni. Bilish kerakki, Peqir Muhammad Haydar Mirzaning ikkinchi buvam Amir Saydali bo'lib, uning ahvollarining bayoni Tangri xolsa o'z navbatida zikr qilingusi. Ana shu Amir Saydalining ikki farzandi bor edi. Birining iti Saniz Mirza bo'lib, uning onasi Churas amirlari tabiqisidan edi. İkinci oğlu Peqirning buvam Muhammad Haydar Mirza bo'lib, uning ismini faxrlik va tabarruk bilib Peqirga qo'yibdikan. Buvam Muhammad Haydar Mirzaning onasi Sultan Yunusxonning hommisi edi. Amir Saydali Tangri unga rahmat qilg'ay. Olamdan o'tganda uning o'g'li Saniz Mirza o'g'illik rasmiyati bo'yicha otasining o'rnida hokimiyat taxtiga o'ltirdi. 7 yildan keyin u oxiratga ketib qoldi. Onundan ikki o'g'il qoldi. Ularning biri Abubakr Mirza, ikkinchisi Ömer Mirzadir. Bu ikki o'g'ilning onasini Mo'g'ul qoidasidagi yangilik rasmiyati bilan Muhammad Haydar Mirza nikohiga oldi. Mirza Abubakrning onasidan Muhammad Haydar Mirza mu ikki o'g'il yuzi ko'rdi. Ularning biri Peqirning ota Muhammad Husayn Mirza, Tangri uning ziyoratgohini nurli qilg'ay. Yana biri tog'am Saydu Muhammad Mirzadir. Saniz Mirza olamdan o'tgandan keyin butkul Qashqar viloyatining hokimiyati buvam Muhammad Haydar Mirzaga qaror topgan edi. Buvam 24 yil ichida noiti insof va adolat bilan hokimiyat yurgizgan edi. Lekin Muhammad Haydar Mirza ota bovusi va ajdodidan tortib davlatman kishi bo'lib, hech bir mehnat va kulfat yuzi ko'rmagan edi. Shunga u vujudi aql, shijoat, chora tadbir zinnatlari bilan bezalgan yoshlarning qadr qimmatini va ularga qanday hurmat qilishni bilmaydi. Amir Saydalining 80 yillik umri ichida tarbiyalab yetishtirgan tajribali va tadbirli kishilarning ko'pinchisi Muhammad Haydar Mirza zamonasining oxirgi mezgillariga kelguncha vafot bo'lgan edi. Hayot bo'lganlarmi 90 yoshlardan eshib shayx panolik darajasiga berib qolgan edi. Şuna ularning aql idrok qo'llaridan hech bir chora tadbir kelmaydi. Ularning farzandlari bor bo'lsa-mu, lekin qobiliyatsiz edi. Shu kunlarda Mirza Abubakri 20 yoshlarga yetgan vaqt edi. U hamisha tog'am Saydu Muhammad Mirzaning xizmatida bo'lib, amirzodalar va yoshlar bilan noiti xushxo'ylik, muloyimlik bilan chiqishib va orlashib o'tadi. Ularmi tangtushlik munosabati tufaylidan hamisha Mirza Abubakrining xizmatida bo'ladi. Mirza Abubakri u vaqtlarda saxovat qo'llarini shundoq ochgan ediki, har xil mol-mulk va asbob saramjonlarni jamlagan uyini pat-pat buyruq bilan talon-taroj qilib ko'pchilikka ulashtirib beradi. Uning bir mulozimidan anglashimcha, Mirza Abubakri va'dasi va odati bo'yicha bir kuni butun mol-mulklarni talon-taroj qildiribdi. U mulozim shuncha tezlik bilan yetib kelib qarsa, Mirza Abubakrining hech narsa qolmabdi. Xaloyiq talon-taroj qilib tugitib bo'pti. Mirza Abubakri uyining eshigida qarab turibdi. U odam beribla Mirza Abubakrining beshini mahkam tutib, keyin kelib qilin talon-tarojdan mahrum qolgan bo'lsam-mu, lekin noydi yaxshi go'rudan birini topdim. Uni toki menga bir narsa berilmagicha qo'yib bermayman debdi. Mirza Abubakri bu so'zni anglab kulib ketibdi va nurg'un mablag' berib o'zini setib olibdi. Demak, Mirza Abubakri inom va saxovat olqinni shu qadar keng ochgan ediki, butkul xaloyiq uningga yuzlangan edi.
Bu müddet içinde Mirza Ababekri İhsan Buğa Xanның oğlu Dost Muhammed Xanның mülazimeti üçün Moğolistan'a vardı. Dost Muhammed Xan Mirza Ababekri'ge yaxşı inam ve ihsanlar berip onu hürmetledi. Bir tuqqan singlisini onunğa nikahlab berdi. Onundan keyin ruxsat berip yandırdı. U vaqalarning tafsiloti uzundur. Uni bayon qilsa, maqsad yiroqda qoladi. Qisqasi, Qashqar viloyatining muhim shaharlaridan biri bo'lgan Yarkent Qashqardan 4 kunlik yiroqda bo'lib, hozir butkul Qashqar mamlakatining poytaxtidir. Mirza Ababekri Yarkentni qo'lga kirgizdi. Uning xizmatiga 3000 palvon yig'ildi. Bu 3000 palvon xillanqin 30 000 kishiga teng kelibdi. Bu 3000 kishi muxolifatchilik nog'risini oshkora chelishga boshladi va mustaqillik dumbuqini ochiq yangratdi. Bu Muhammad Haydar Mirza otliq va piyoda bo'lib jami 30 000 kishini ilib Mirza Ababekri ustiga yurish qilgan bo'lsa-mu, yengilib yongandan keyin Yunus Xonga iltijo qilib ko'mak tiladi. Yunus Xon Muhammad Haydar Mirzaning ammasining o'g'li edi. Yunus Xon Mirza Ababekrini sal chaqlab, lashkarning hammasini ilib kelmay, 30 000 mukammal qurollangan lashkarni o'zi bilan birga ilib keldi. Muhammad Haydar Mirza bütün lashkarni yig'ib, Yunus Xon bilan birga Mirza Ababekri ustiga yurish qildi. Bu qitimda Mirza Ababekrining 3000 palvoni Yarkent qal'asidan chiqib, har ikkala lashkarga zarba berdi. Yunus Xon bilan Muhammad Haydar Mirza yengilib parakandichilik bilan Qashqarga keldi. Yunus Xon Moğolistan'a ketdi. Yandırqı yeli Yunus Xon bütün etrafdagi hamma lashkarlarni ilib Qashqarga keldi. Muhammad Haydar Mirza imkoniyatning boricha bütün lashkarlarni yig'ib, har ikkaylan yana Yarkentga yurish qildi. Bu qitim Mirza Ababekri lashkari aslarlarini ilgarigidan necha ziyoda tayyorlab, otliq chiriklarga piyoda o'qiyotchi lashkarlarni hamroh qilib, shahar tashqarisiga chiqib saf tuzdi. Shu qadar qattiq urush bo'ldiki, qalam tili uni bayon qilishga ojiz va kuchsizdir. Mirza Ababekrining lashkari oldingi 2 qitimlik urushda g'alaba qilib, texmi qo'rqimsiz dodil bo'lib ketgan edi. Bu qitim ilgirgidimi bekrak jur'at va shijoat bilan hujum qilib, bu ikki lashkar daryosini bir hujum bilan parakanda va parishon qildi. Yunus Xon va Muhammad Haydar Mirza bu qitim 3-navbat qattiq mag'lub bo'lib Qashqarga keldi. Bu voqealardan keyin Muhammad Haydar Mirzaning Qashqarda turishi qiyin bo'ldi. Shu sababdan Muhammad Haydar Mirza oilasini ilib, hamma tavoba atlarini ilib, ko'chib Yunus Xon bilan birga Oqsuqqa ketdi. Mirza Ababekri butkul Qashqar mamlakatida hokimiyatni mustaqil qo'lga oldi. Uningdan keyin o'zining bir tuqqan inisi Ömer Mirzaning ko'zini ko'r qilib, o'ziga tava zamin ichidan qo'g'lab chiqardi. Ömer Mirza Samarqandga berib turgan edi. Sultan Saidxon Qashqar va Yarkentni olganda Ömer Mirza Samarqanddan Qashqarga keldi. Xon uni haddidan ziyoda izzatladi va hurmatladi. Taki u vafot bo'lguncha uningga to'la izzat, hurmat va yaxshiliklarni qildi. Mirza Ababekri ashu qitim g'alaba qozonguncha taki 48 yil muddatgacha Qashqar mamlakatida mustaqil hukumat tutdi. Bu muddat ichida Yunus Xonning o'g'li Olixon laqimi bilan mashhur bo'lgan Sultan Ahmad Xon tarixning hijriya 905-yili, hijriya 905-yili, milodiya 1499-1500-yillarga to'g'ri keldi. Qashqarga lashkar tortib kelib, Mirza Ababekridan yengilib yondi. Uning yengilgan vaqasi Xudo xolsa o'z navbatida bayon qilingusidir. Mirza Ababekri Sultan Ahmad Xonga zarba bergandan keyin atrofdagi joylarga ishg'oliyat qo'llarini uzatishga boshladi. U Tibetga lashkar avatib Tibetni ishg'ol qildi. Taki Kashmir chegarasigacha bo'lgan Tibetning ko'pincha yurtlarini qo'lga kirgizib shundoq mustahkam idora qildiki, ularning sarkashlik qilgudek majollari qolmadi. Uningdan keyin Badaxshonga lashkar avatib, Badaxshonning hazorilari qishloqlarining ko'pinchisini qo'lga kirgizdi. Şahibixon o'z qo'shini bilan butkul olamni titratgan zamonlardami Mirza Ababekri Andijonga lashkar avatib, Jonibek sultonni qistab O'sh, Mavara o Nahir va O'zkentni O'zbekdan tortib olib, butkul Mo'g'ulistonni shu qadar qattiq tizginlar ediki, hech bir Mo'g'ul yuqorida zikr qilinganidek Mo'g'ulistonda turolmadi. Sultan Saidxonning Mo'g'ulistonda turolmay ilojisiz o'limga rizolik berib, Andijonga borganlik voqeasi yuqorida bayon qilib o'tildi.
Бүткіл Моғол guruhi Mirza Ababekirning lashkarining tahlikasi tufaylidan Moğolistanda turolmay har taraflarga qechib ketgan edi. Hattoki Moğoliston jangilning shiri deb atalgan qirg'iz qavmilari Moğolistonda turolmay chalishqa Mansurxonning yeniga ketdi. Sultan Ahmadxon vafot bo'lib, Sultan Mahmudxon Moğolistonga ketgandan keyin Mirza Ababekir Oqsuga lashkar tortib berib, Oqsuda hozirgi 3 turpanni elib, Uçның бүткіл xalqini көчіріп еліп келді ve 3 hikayettin qallasida lashkar qo'yib bu yerni qattiq tizgiladi. Bu hikoyatdan maqsad shuki, Mirza Ababekirning lashkarining to'liliqi va o'zining hayvisi, jasorati ham shijoati shu darajada bo'lib, бүткіл atrofiy olamga shu qadar zilzilalarni solgan edi. Bular hammasi yuqorida zikr qilib o'tildi. Mirza Ababekir shu qadar zabardast va kuchli bo'lsa-mu, Tutluq urushida Sultan Seyidxon uni shundoq mag'lub qildiki, buningdan xonning yuqori darajadagi izzat va shijoati ma'lum bo'ldi. 28-bob. Mirza Ababekirning qisqacha ahvoli va uning yomon sifatlari, nachar qiliqlarining bayoni. Maxfiy qolmasunki, Tarixiy Rashidi nomli bu kitobda bayon qilingan har bir hikoyat, har bir voqeani o'zim ko'rmagan. Kişilerden naqlan işitken bolsam, onu to'xtovsiz aniqlab nurg'un kishilar isbotlagan bo'lsa va xotirjam lavhasida aqlga uyg'un ekanligi ayon bo'lsa, ondan uni qisqacha bayon qilib, bu muxtasarga yozdim. Chunki har kishi har narsani o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa, uningda xatolik va ixtiloflarning bo'lishi mumkin. Shu sababdan bundaq ko'rmagan voqealarni tafsiliy bayon qilishdan o'zimni tortishni loyiq ko'rdim. Har qanday voqeani o'z ko'zim bilan ko'rgan bo'lsam, uni kam ziyoda qilmay to'liq va tafsiliy bayon qilib yozdim. Shu jumladan Mirza Ababekirning ajoyib g'aroyib ahvoli, yomon qiliqlari, shum paylini 3 qismga bo'ldim. Uning bir qismi xaloyiqdan anglag'anlarim bo'lib, bundaqlarni nurg'un qitim orqa anglagan va mutlaq ixtilof yo'qligi isbotlanganlaridir. Bularni qisqacha bayon qildim. Yana bir qismi bo'lsa, o'z ko'zim bilan ko'rgan ahvollar bo'lib, ko'rgan xalq u xil yomon qiliq va qilmishlarni anglasa, hargiz ishonmas ham aqllarimi qabul qilmas. Bundaq ishlar albatta notayin va bo'lmug'ri ishlar jumlasidan bo'lib sanalar. Shu sababdan bunda qiliqlarni asla bayon qilib yozmadim. Yana bir qismi bo'lsa, o'zim ko'rgan. Agar uni kitobga kirgizib yozsam, ko'rmagan xalqning ba'zilari butunlay ishonadi. Faqat bularni yolg'on deb qaramaydi. Shu sababdan bu muxtasarda mushu xil ahvollarning uzunlari qisqartirilib, tafsilotlari yig'inchoqlanib, mingdan biri tilga ilinadi. Xudo saqlasunki, bu voqealar daftarlarini muloyiza qilguvchilar agar Mirza Ababekirning ahvolini o'z ko'zlari bilan ko'rmagan bo'lsa, cho'qim Piqir Mirza Haydarni bak mubolag'a qilib haddidan oshirib yetibdi deb qarshi yoki buni nachar qiliqlardan biri bo'lgan ayib izlash, g'aybat qilish deb hisoblab meni rostchilikdan chetlaganlar qatorida sanishi mumkin. Men Piqirdan bundaq gumon qilmaslikni umid qilaman. Chunki agar rostchilikdan chetlashni ravo ko'rgan bo'lsam edi, Mirza Ababekirning yomon sifatlarining hammasini rostchilik bilan bayon qilishdan boshqa chora qolmagan bo'lardi. Shu sababdan uning ko'zim ko'rgan qiliqlari va xuy-paylarining ba'zilarini kitobga kirgizdim. Bilmek kerakki, Mirza Ababekirning hukmronlik muddati 40 yildan oshgan edi. Oxirgi vaqtlardan zulm va kulfat odatlari uning tabiatida shu qadar ustun o'ringa chiqdiki, agar har qanday kishi uning hukmida gunohkorlik doirasi ichiga kirib qolsa, garchi sharafli shariat hukmi bo'yicha u kishiga hech qanday azob va uqubat lozim kelmaydigan bo'lsa-mu, Mirza Ababekirning ko'nglidagi adovat kirlari u bechorani bir qitim o'ltirish bilan poklanmay, g'azab o'timi pasaymay, balki u gunohkorga shu qadar azob va uqubatlarni solatdiki, u bechora har kuni 1000 navbat o'limni orzu qilibmi topolmas edi. Agar biror kishidan ozroqla nomaqullik sodir bo'lib, uni Mirza Ababekir 10 yildan keyin ishsa, u kishini butkul bola chaqalari, urug' tuqqanlari va qarindoshlari,
Yaqin yo'riqlar bilan qo'shib shundoq balo qazoga mubtalo qiladiki, hech kim bu xil ahvolni tasavvur qilishga toqat qila olmaydi. Shu sababdan xaloyiqning ko'nglida uning siyosatining vahimasi shundoq o'rnab ketgan ediki, hech kimning uning fikriga xiloflik qilishini xiyol qilishga haddi yo'q edi. Chunki uning qattiq siyosati shu darajada mustahkam bo'lib, xazina dafina, mol-mulk, mol chorva qatorliq ashyolari shu qadar ko'paydiki, bular haddidan tashqari, hisobdan ziyoda edi. U gunohkorlar uchun shunday qattiq ishni paydo qildiki, ularning har qaysining gunohiga qarab qattiq mushaqqatli ishlarga soladi. Shulardan bir ishi qoziq, otliq emgak edi. Nada koni shahar bo'lsa, gunohkorlarni shu shaharga olib ishlatadi. U shaharning zaminini qazib, tuproqini suvda chayqatqizadi. Chunki cho'ngroq narsa bo'lsa, ko'lixona chiqadi. Ushshaq narsalar bo'lsa, suvda chayqaganda ko'zga ko'rinadi. Bu xil usul bilan qazish orqali hisobsiz oltin, kumush va javohiratlarni tepib oldi. Yana Mirza Abubakirning mo'tabar kishilaridan mundaq anglagan edim. Mirza Abubakir Yorkent. Bu ism Mulla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida yuqorqidak etilgan. Farscha nusxalarda, Toshkent ruscha nashrida va Tehron nashrida Xotan deyilgan. Ning koni qal'alaridan bir xazinasini topgan edi. Uning ichida 27 cho'ng ko'p bor edi. U ko'plarning cho'ngligi shu darajaga ediki, agar o'ng va sodiq bog'lagan kishi ichiga kirsa, ko'pning hech tarbiga taqishib qolmaydi. U ko'plarning har birining ichida bir cho'ng mis abduva bor. U abduvalardan biri Peqirning qo'liga tushgan edi. Uning ko'rinishi shisha shaklida, bo'yni uzun, inchika, dastasi yo'g'on to'mirdan, yug'isi misdan bo'lib, yug'isining uchi abduvaning og'zi bilan tang turadi. Abduvaning uzunligi 1,5 gazdan uzunroq edi. Agar u abduvaga suv to'shqizilsa, ikki kuchtingir kishi tasda ko'taradi. Ashu 27 küpning har birining ichida bu abduvadan birdan bor bo'lib, uning ichiga liq qum oltin to'shqizilgan edi. Abduvaning sirtidagi küpning bo'sh qolgan yerlariga kumush bosh tizib to'shqizilgan edi. Tarixiy Jahongosha va Jamuut Tavarix qatorliq tarix kitoblarida kumush boshni tushundirib, har bir bosh 500 misqal kumush bo'lib, uni bir xish qiladi. Ko'rinishi so'qa, o'tirsi inchka deyilgan. Men kumush boshning tarifini yuqorqi kitoblarda ashundoq ko'rgan, ammo ko'zim bilan ko'rib boqmagan edim. Mirza Abubakir u kumush boshlarni ilgirkiga o'xshashla Abduvaning teshig'i tizdirib, kuplar bilan o'tkab g'aznasida qo'ygan ekan. Sultan Saidxon Yorkentni ishg'ol qilganda u kumush boshlar xonning lashkarining qo'liga tushgan. Peqirgimi bir necha bosh tushgan edi. Shu vaqtda bu boshlarni ko'rib, kitobda ko'rganim bilan o'xshash surat ekanligini his qildim. Yana bir ajoyib voqea shuki, men u qoziqchilarning usullaridan anglagan edim. Ular mundaq degan edi. U kuplarning ichidagi abduvalarning ichidan bir parcha qog'ozga yozilgan turkiy tildagi xat chiqdi. U xatda bu boyliqlar Xumar degan xotinning o'g'lining xatni to'yining xarajatiga tayyor qilingan deb yozib qo'yilibdi. Ammo Xumar xotinning kim ekanligi va qaysi zamonda ekanligini hech ma'lum emas. Uni hech kim bilmabdi. Texmi ajoyibroqi shuki, munchvala voqealarni ko'rgan turuqliqmi odamzod herismanlik, orzu va xomxiyoldan to'xtamaydi. Chunki Mirza Abubakir bu boyliqlarni topgandan keyin uning bu xil qizishga, xalqni ishlatishga bo'lgan diqqati va tirishchanliklari texmi ziyoda bo'ldi. Yana nechilagan g'aznillarni Qashqar, Yorkent, Xotanning koni qal'alaridan topdi. Ammo bu qoziqda ishlaydigan xalqning ahvoli shu holatda ediki, 18-20 kishi birdan zanjirga chetiqliq edi. Ular bu yillarda zanjir, qo'llarda katman, qish, yoz ishlar edi. Ularning yemakligiga bir g'albir teriq beradi. Kunduzi ishlatib, oqshimi zindonga solib qo'yadi. Agar qattiqroq gunoh qilgan gunohkor bo'lsa, uning shunday hukm qilinadiki, u gunohkorning xohi urug' tuqaldiri, xohi yot kishilardan hech kishi uningga bir narsa bera olmaydi. Uningga bir eg'iz so'zmi qila olmaydi.
Hatto uning bilan birga bir zanjirdagi hamrohlarimi uningga so'z qila olmaydi. Har bir zanjirga bir kishi mas'ul. Har bir 10 zanjirning mas'uliga yana bir kishi mas'ul. Butkul qozoq ishiga yana bir odam mas'ul edi. Agar bu mas'ullar ichida hoyi cho'ngi bo'lsin yoki kichiklari bo'lsin, kimki gunohkorlarni urushda, so'rab haydashda, ishqi buyurishda, zindonga tashlashda, gunohkorlarga belgilangan belgilamaga qanchalik xiloflik sodir qilsa, u mas'ul bo'lg'uchi kishimi shu zanjir bilan mahkam chetilgan xalqlarning qatorida qo'shiladi. Bu mas'ullardan andisha qilib qo'rqib, hech kim hech kishiga rahm shafqat qila olmaydi. Hattoki yurakligirak gapmi qilishmaydi. Agar gunohi yengilroq gunohkor bo'lsa, uning urug' tuqqanlardan har haftada bir kishi uni bir navbat ko'ralaydi. Mushuninga o'xshagan necha turlik azob oqibatlarni tayinlagan bo'lib, uning hech kim zarracha qochib qutula olmaydi. Mirzo Abu Bakr o'zining urug' tuqqan va yaqin yo'riqlarga shu qadar ig'ir azob oqibat va jabr jafolarni qildiki, uni bayon qilsam, anglag'uvchilarga malollik yetib, ko'ngliga g'ashlik va parishonlik yuzlangusidir. Hatto uni aqlmi qabul qilmasligi mumkin. Shu xil zulm kulfatlardan biri shuki, Shohibekam, Mehrinigar xonim, Piqirning inim Muhammad Shoh va otamning onasining singlisi qatorliqlar Kabuldan Badaxshonga kelayotganda yo'lda Mirzo Abu Bakrning lashkarining qo'liga tushdi. Mirzo Abu Bakr bularni Qashqarga avatgan edi. Xon Sulton xonim bo'lsa Mirzo Abu Bakr bilan tuqqan edi. Intayin pok va solih ayol edi. Pok etaklik, pokiz nasiblik, butkul umrini ibodat va xayrli ishlar bilan o'tkazadi. Mirzo Abu Bakr Xon Sulton xonimga shundoq jafolarni qildiki, necha muddatgacha uningga taom va suv bermadi. Suv o'rnida chag'ir, aroq berdi. U bechora ochliq va tashnalikdan iztirobga tushib o'lar holatga yetganda, tashnaligini besish uchun ilojsiz bir yutum, ikki yutumdan ichadi. Oxir shu azob oqibat bilan olamdan ketdi. Yana inim Muhammad Shohni o'zining oqti qilingan g'ulomlarining orasida qo'ydi, toki 15 yilgacha. Bu so'z Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida 15 yoshga to'shqacha deyilgan. Xaruzlar ichida ularning orasida yurdi. 15 yildan keyin bu so'z Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida 15 yoshga to'shqandan keyin deyilgan. Uni bir uyga ilib kirib, kavob zixini maydisiga qo'yib, to'qmoq bilan tiqib tamg'a mixlab tashladi. Inim shu yerda tamg'a qadoqliq 5 kun turib, shu azob bilan jon berdi. O'zining bir tuqqan singlisiga va qarindishining o'g'liga bundoq azoblarni solgan bu jafokor zolim pok va izzat hurmatga ega, poklik pardasi ichida yashagan Shohibekam va Mehrinigar xonimga nima kunlarni ko'rsatgan bo'lg'aydi? Qancha o'yinib muloyiza qilgan bo'lsam-mu, qalam tili ularning beshiga kelgan jabr zulmlarni yezishga taqat qila olmadi. Ko'nglimmi bu kitobchini o'quvchilarning xotirini va u mazlum bechoralarning ahvolini yezish orqali parishon va bearam qilishni xohlamadi. U zolim jafokorning jabr zulmlarining to'liliqi shu darajadaki, buningdan ziyoda bayon qilsam, bu muxtasarni o'quvchilarga malollik yetkazisidir. Mirzo Abu Bakr bu qadar zolimlikning ustiga yana toat ibodat, xayri ihson, sadiqa saxovat, o'shir zakot qatorliq ishlarga herisman va moyil edi. Bu ishlarni birdammi tark qilmaydi. Doim olimlar va fiqhi ulamolarning majlislarida bo'ladi. Hamma ishlarda fatvo asoslanadi. Toki ulamolar fatvo bermaguncha hech ishni hukm qilmaydi. Har qanday qabih va yomon ishlar bo'lsa, uning to'g'ri va yo'lliq ekanligiga fatvo so'raydi. Ko'rinishda u voqeani sharafli shariat bo'yicha yo'lliq ekanligiga yo'l topilgan darajada bayon qiladi. Agar ulamolar fatvo bersa, u ishni to'xtovsiz qiladi. Agar fatvo berishdan o'zini tossa, mubtini zulm va azob oqibatlar bilan o'z gunohiga iqror qildirib, uning beshiga o'lim keltiradi. Ondan yana uningga minnat qilib, shariat bo'yicha seni o'ldirmak lozim edi, ammo rahim shafqat yuzidan o'lim jazosini abu qildim, endi paloni ishni qilgin deb shundoq bir ishga buyuruydi-ki, u ish o'limdan nechasi yomonroq va mushkulroq edi. Shunga uning bundoq zulmidan qo'rqib o'lmalar har qismi ishlarga fatvo beradi.
uning amal qilgan fatvolardan biri mundaq edi. Məsələ: Əgər bir kişi yana bir kişini öldürməkçi bolsa, u kishi o'ziga bo'lgan xatarni yo'q qilish uchun va o'limdan qutulish uchun u qasd qilguvchini o'ldirib o'zini qutqizsa, sharafli shariat hukmi bo'yicha to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Javob shuki, parlaq shariat hukmi bilan bu yo'lliqdir. Chunki u kishi qasd qilguvchini o'ldirib o'zini qutqizadi, o'zining jinini muhofazat qilish vojibdir. Yana bir fatvo shuki, masala: Agar bir kishi fitna fasodchi bo'lsa, uning yana bir viloyatga berish bilan bu viloyatga fitna fasod yuzlanish ehtimoli bo'lsa, bu viloyatning boshlig'i fitna fasodni to'sish uchun u kishining yana bir mamlakatga borolmog'idek qilib qo'ysa, to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Buningga javob shuki, shariat hukmi da mamlakat boshlig'ining u odamni yana bir viloyatga borolmaydigan qilib qo'yib, xaloyiqni fitna fasodni saqlab qolishi zirovadir. Allah eng yaxshi bilguchidir. Gerçi bu ikkili fatvoga amal qilish shariat bo'yicha to'g'ri va rostdir. Bu parlaq shariatning hukmidir va muhtahidlar so'zidir. Ammo u diyonatsiz zolim bu ikki fatvoni bahona qilib chegirak, O'zkent va Modu xalqidan 3,000 kishini meni o'ldirgili qasd qilibdi deb birinchi fatvoga yo'lab qirib tashladi. Yana necha ming kishini bular qochib yana bir viloyatga berib, fitna fasod paydo qilmoqchi, bularni yana bir mamlakatga bag'uzmay fitna fasodni pas qilaman deb keyingi fatvoga yo'lab hammasining putini kestirdi. Demak, uning hamma zulm kulfatlari shu tariqada ediki, uning hamma ahvolini so'zlasam, bu kitobga sig'maydi. Ehtimol borki, Kiraman kotibining daftariga siqqandi. Şuna ilacısız Mirza Ababekirning kishilar ko'ngliga kulfat, diliga nafrat yetkazadigan bu voqealarni mushu joyda qisqartdim. Qolgan ahvoli keyincha bayon qilingusi.